Bayrami va shu munosabat bilan bugun men oyinga kichik bir surpriz tayyorlaganman. Ochiqalardan keyin biz ularga tayyorlagan surprizimizni beramiz. Juda qatqachaman to'g'risi. Chunki oldinman bunaqa video olmaganman. Hozir onam bilan seni bizani mahallamizdagi magazinga qarab kirib ketishyapti. Ammo o'tni boshqa kutib turaman. Lekin просто kutmayman. Ametdan sovg'ani olib, hozir ona mana shu yerda o'tiradilar, işte uni ochib qo'yamiz, prikolni choli qilib. Kelib o'tirayotganlarda ko'rib hayron qolishlari kerak. Ana hozir ovqatdan sekin buketni olishim kerak. Lekin onam qarab qolishlari kerak emas magazin ichidan. Gulni olamiz. Hoppa, orqaga tashlab qo'yamiz. Xullas o'rtalarim gulni mamki qo'yib, choli qilib qo'yib, men buni bu yoqqa qo'yib qo'ydim va anani просто ona magazin chiqishlarini kutaman, и всё. Va o'rtalarning eng qiziq joyi mana onam kelyaptilar. Assalomu alaykum. 8-martalaringiz bilan ona. Surprizlaring sani ko'p. Keling, o'tiring. Oling buni qo'lingizga. Rahmat bolajon. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Xudoga shukr. Yaxshi ko'raman. Men buni doimona aytdi, anchadan beri ko'rib yurgan ekansiz. Shuni bugun bayram povod bilan sizga oldik. Rahmat o'g'lim. Sog' salomat bo'ling. Doim Allohga berganiga shukr, topganlaringni yaxshi kunlaringda sarflash doimo nasib ro'za aylasin. Alloh umringizni ziyoda qilsin.